Har qancha choflislik qilgan bilan u insoniki tabliğ kerak emas, ulamo kerak emas desa rangiga qarab aytingki, yuraging yorilsa ham sen munofiqmisan. Bu Xudoning kalomini eshittiradi, payg'ambaringning kalomini eshittiradi. Xudoning kalomi nima kerak, Xudo nima kerak, payg'ambar nima kerak deb aytaykan gaping-ku axir sana. Agar bo'lmasa, qaysi olim kelib o'z nafsiga da'vat berib shiru qilgan deb aytishlik kerak ularga. Shuning uchun siyosatlarimiz bechoralar navoda 5% dindan uzoq yashab yurgan. Navodalar 5%, 95% siyosatlar islomdan uzoq bo'lib yashab yurgan. Bu islom biz faqat Afg'onistonda bo'lib yursang shunga islom ot qo'yganmiz. Yo'q, islomda o'zining shartlari bor. Binoyi islom 5ta, bittasi namoz. Mufti sohibning xotini sahih namozni bilmaydi. Mavlaviy sohibning xotini sahih namozni bilmaydi. Mujohid sohibning xotini sahih namozni bilmaydi. Ha, hammamizniki ham shuning shakli. Meni o'zim shaxsan so'rab ko'rsam, bechora onam 60 yoshga kirganlar. Shu onamdan qancha bor namozning farz va arkonlarining aytib berab bizlar ko'shish qilib shunga o'rgatib olyapmiz. Biz bu siyosatlarning doiradan chiqarib qo'yganmiz. Bu bechoralar endi nima yo'lni ta'qib qilgan? Faqat bozor boradi, kola olib keladi. Bir to'y bo'lsa, ma'raka bo'lsa, unga bir an'anatu mut chaqiradi. U bechoralar hammasi dindan noogohligi uchun chaqiradi. Hech kim yaqib ko'rkaza olmaydi. Illa mashallah bironta ayta olmaymanki, meni xotinim 5 vaqt namozni favqulodda qiroat bilan biladi deb aytib bilsa. Hech kim ayta olmaydiki, meni xotinim 10 surani ba talaffuz bilsa deb. Mana onam deb hech kim da'vo qila olmaydi. Axir ular qabriga bormaymi? Ular Xudoning bandasi emasmi? Ular Allohning huzuriga bormaymi? Albatta boradi. Mutaassifona. Bu bizning ko'toliklarimiz. Bu bizning mana bu dindan uzoq tushib yurganligimiz jihatli famillarimiz bechoralar dindan mahrum qolib boryapti. Shuning uchun qancha haj qilsangiz qilavering. Valovki umringiz tabliğda o'ta qolsin, olim bo'la qolay, mujohid bo'la qolay, shu siyosat hamshirangiz jannat bormasa sizga jannat bo'lmas. Uning mas'uliyati sizning gardoningizda. Bozorda qaysi kola chiqsa olib borib bir raqam qilib chora qilib shunga topib berasiz. Dinidan nima uchun xabar bo'lmaysiz? Shuning uchun qiyomat mahshar maydonida keladi. Ota, enog'a, er, mana bular hammasi jam bo'lib jannatga boradi. Bu qiz bechora jahannamga qarab ketadi. Qiz aytadiki, ey Alloh, meni otam sirf sotib yegan edi. Mening dinimdan moxabarlik qilmagan edi. Men bularni qo'lida qaydadim. Tashqariga chiqqani qo'ymas edi. Ey Alloh, ijozat bergin. Shu otam ham kelib endi meni joyimda qo'ysin deydi. Ota onani kashallab ketirib shu joyga jahannamga bu qiz taylamali bo'ladi. Biz faqat dinni o'zimizga ketirib qo'yganmiz. Siyosatlar bechoralar hamma narsadan mahrum qolib boryapti. Lekin bozorda oro ishgosidan va
bozordagi chiqayotgan kolalardan, bu narsalardan ular mahrum emas. Bu narsalardan ularni mahrum qo'yganimiz yo'q. Qaysi kuni bir nafar e'tiroz qiladi. Olaviy sohib, bizning qizlarimiz ilmdan mahrum qoldi. Band qilib qo'ydinglar sizlar taliblar deb bizga ta'na beradi. Xo'p, durust. So'radim. Yaxshi gap. Nima ilm o'qiydi? Faloni fahamton, faloni yerga muncha tahsil qilgan. Ajab inson nima deb javob berarni bilmay qoladi. Chotladim, aytdim. Qur'onni bilami? Valloh mullaga borib ko'rgani yo'q. Vaqt bo'lmadi. Mullalar sahih o'qitirmaydi deb mullalarni yana malomat qildi. Xo'p, barak. 5 vaqt namozini sahih o'qa oladi. Shukr, yiqilib turadi. Yiqilib turishlikni aytmayman, hayvon ham yiqilib turadi. O'qiyotgan namozini aytman aytdim. Uni ham ki sizga agar biladi desam siz borib so'raysiz, yana biyoq qilasiz. Bilmasam deb. Huquqi shavhar nima deb shuni biladi. U huquqqa o'qib bergani yo'q. Xo'p, ota onaning haqqi qanchalicha shu narsadan ogohligi bormi? Uni kim molloladilar? Xullosa hech bir javob bermadi. Hay bo'lsin saniday insonga men aytdim. Olimni malomat qilasa, Qur'on axir seni kitobing emasmidi? Qur'ondan avvalgi tarixni qiziga o'qib bergani. Ey qizim, ey avlodim, ey farzandim, ey nuri chashmam, quloq sol, ko'zingni och. Bugun bepardali bo'lib yurishlik seni izzating emas. Bu senga berilayotgan ta'limlar, bu kitoblar, bu senga berilayotgan barnomalarning sohiblari bu Qur'ondan avval sizlarni zinda va gur qiladi-ku. Bu Qur'on keldi, kitob keldi, payg'ambar keldi. Qizlar-ku bu siyosatlarni izzatga chiqardi. Mutaassifona. Bilaxir qaysi qizim qobilalikka shafaxonada ishlaydi dedi. Aytmasa insonning yuragi dard qiladi. Xo'p, o'zing bo'libsan, mollarniki malomat qilma. Qur'onniki malomat qilma. Xudoniki malomat qilma. Dindiki malomat qilma. Allah subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalomga aytdiki: "Qul ya ayyuhan nabiy", ayting ey payg'ambar alayhissalatu vassalom, kimga? Qizlaringizga, xotinlaringizga va mu'mina ayollarga bular hijob, parda qilsin dedi. Yana ham bir yerga Alloh taolo aytdiki: "Ey Muhammad alayhissalom, ayting bu siyosatlarga, ko'chalarga chiqib yurmasin bular, misliki jaholatli vaqtda bular chiqadi." Endi har fardi musulmon iymondordan so'rayman, oya hijob farzmi yo farz emasmi? Bilan ovoz bilan aytinglar. Xotinlarga chodir farzmi yo farz emasmi? Nima menga tuhmat qilasizlar, birodar? Men aytsam farz desam, u aytadi taraki e'tiroz qilayotgan aytadi yo'q. Xo'p, bir shu chodir otasini uyida bozor va shafaxonaga borguncha farzmi yo shafaxonaning ichida ham farzmi? Ayting baland ovoz bilan. Hamma yerga farzmi yo bir joyda farzmi? Hamma joyda farz. Zinda faxshi eshitib to'xtatdim mardum, sonra bizni malomat qilmasin, sizni qipchoq mardumda malomat qilsin.
Xo'p, quloq solsinki, Qur'on javob beradi. Ey inson, faromush qilmagin, ey izzat va sharaf axtarasan, kel menga deydi Qur'on aytadi. Izzat va maqom axtarasan, kel menga deydi. Endi bizga tuhmat qilinmasin. Allohning birligiga iymoni bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vassalomga iymoni bo'lsa, u chodir, u hijob har yerga bo'lsa farz bo'ladi, har yerga bo'lsa musulmonga lozim bo'ladi. Ammo shifoxonalarga borsangiz, daftarga borsangiz, chodir olinib tashlangan, ular oroyish qilib sochlarni ochib to'xtagan. Axir shumidi insoniyatlik, axir shumidi ta'lim, axir shumidi donotlik. Hayfu sharm bo'lsin bunday